Bismillahirrahmanirrahim. Kim niyat qilgan bo'lsa, hammamizga mana shunaqa uylar nasib qilsin. Yakkasaroy City Mall жилой kompleksda xonadonimizda sotuvga qo'yildi. Studiya formatida kirish qismimiz mehmonxona sifatida foydalanishga qoldirilgan ekan. Podsetkalarni qarang, bu yoqda televizor zonasi qo'yilgan. Mana bu joyda stol zona qilib o'tiradigan joy qilib qo'yilgan ekan. Juda ham chiroyli, hozirgi oxirgi remontda bitgan ekan. Mana bu joyda oshxonamiz joylashgan, razdujnoy eshiklar bilan ajratilgan. Kuxnyini ko'rishingiz mumkin. Mebellari tayyor, o'rnatilgan. Barcha mebel texnikalari bilan qoladi. Mana bu joyda bitta detskiy yotoqxonamiz joylashgan ekan. Ikkita ordinarniy kravatni chiroyli qilib joylashtirib qo'yishgan va mana bu joyda dars tayyorlash uchun sharoitlarigacha bor. Aboylarni ko'rishingiz mumkin. Bu yoqda shkaflarni qo'yib qo'ygan. Xo'p. O'zini navisnoy balkonlari joylashgan, joyini ko'rishingiz mumkin. Juda ham chiroyli joyda. 9 qavatli binoning 6-qavatida joylashgan xonadonimizda mana bu joyda общий sanuzeli joylashgan. Buni ham qarang. Hamma joydan ekonom foydalanib remont qilib qo'yishgan ekan. Stiralkalari Hoffman brendiga taalluqli va mana bu joyda esa kattalar yotoqxonasi. Buni ham remontini, o'zingizlar dizaynini birdan 10 gacha baholab ketasizlar. Kim niyat qilgan bo'lsa, like bosib qo'yinglar. Hammamizga kamida mana shunaqa uylar nasib qilsin. Va bu yotoqxonaning o'zini общий sanuzeli ham bor, ko'rishingiz mumkin. Mana bu joyda dushovoy bilan qilib qo'yilgan. Xo'p, xonadonimiz 90 kvadrat metrni tashkil qiladi. 9 qavatli binoning 6-qavatida joylashgan. $155 ming so'ralyapti. Kelishadigan joylari bor.